Assalomu alaykum avtosalonchi kuzatuvchilari. Mana bugun biza Yas Avtoning yangi filialiga ochilish marosimiga keldik. Qani birgalikda ochilish marosimida qatnashamiz. Ketdik. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Yas Avtoga tegishli bo'lgan filialga keldik va bu yerda Sanjar akamni ko'rib qoldik. Assalomu alaykum Sanjar aka. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'z fikrlaringiz? Tabriklayman ochilishinglar bilan. Omad tilab qolamiz. Savdoinglarga baraka. Bozoringlarni bersin. Juda chiroyli, zamonaviy salon qilibsizlar. Ishinglarga muvaffaqiyat. Rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Yas avtosaloni 2023-yil O'zbekiston o'z faoliyatini boshlagan. 2023-yilning noyabr oxirida ish faoliyati boshlangan. Hozirgi kunga kelib mana ikkinchi filialini ochdi. Yas Avto asosan Lisang modelidagi Li9, Li7 va Li6 modellarini shot spravka orqali mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Bu degani bemalol kelasiz, mashinani hech qanday hujjatlarini kutmasdan hisob raqami orqali familiya ismingizni yozdirib, to'lovlarni qilib, mashinani o'sha vaqtda o'zida haydab chiqib ketishingiz mumkin va nomer taqish imkoniyatiga egasiz. Avtosalonda Li9, Li7 larni salonlari qoraga, kuzovi qora rang, saloni oranjeviy va yangicha chiqqan rang mana ko'radigan bo'lsak, qora rang va kapuchino deyiladi. Ya'ni yangicha rangda xarid qilishingiz mumkin. Salonlarni ko'radigan bo'lsak, yangicha rang hammasi. Mana katta monitorlar bor, bu yerda yosh bolalarni o'tkazib, uzoq safarlarga ketsa ham bo'ladi. Mashinalar tayyor holatda bo'ladi. Kelasiz, ko'rasiz va xaridni amalga oshirsangiz bo'ladi. Avtosalonda kutib qolamiz, manzilni yozib qoldiramiz va aloqa uchun nomerlarni yozib qoldirdik. Rahmat. ibodat qiladigan bo'lsang qanday deydi, ayb o'zingdan qildi. Alloh bizni maqtovimiz bizni yaratgan, gunoh ish qilsak, ma'siyat qilsak jazolaydi. Solih amal qilsak, ibodat qilsak, birovga siyla rahm qilsak, yaxshilik qilsak, Alloh taolo bizni jannatda mukofotlaydi. To'g'ri,